3. Seximizga yangi printer oldik. 3 printer. Shuni hozir ochib ko'ramiz, obzorini qilamiz. Nomi Creative V3 degan versiyasi. Telefonda ham ishlaydi. Onlayn so'q qo'yib, video bilan boshlash mumkin ekan. Odatiy Ender ushlaga nisbatan eng kami 3-4 barobar ko'rsatda ishlagan. Ender 3 Pro'dan ham ko'ra ko'rsatishda yuqori, telefonda kompyuterda turadi. Mahsulot degan kitobchasi bo'lgan. Ancha mahsulot sinov uchun berilgan. Bu nimani bilmadim. Bu blok питания uchun anaqa bo'lsa kerak. Zaryadchikmi? Yo'q, bu monitor ekan, monitor. Sensorli monitori. Hamsi kartoshkani ilib qo'yadigan ushlagich. Shu ham shuni davom ekan, kartoshkaniki. Qo'shimcha zapchastlari va ichida nima bor? Mana simni tiqadigan boltlari bor ekan. Hamcha bu yomon bo'lib qolmasligi uchun ключ instrumenti, fleshkalari, kusachkisi ham bor ekan. Kusachki ochib ko'ramiz, kusachkisi. Ishlashga chiqqan yordamchi qo'shimcha sloylarni olib tashlash uchun. Menimcha fleshkasi necha gigabaytligini bilmayman. Hozir qo'yamiz. Va mana asosiysi ancha buni olamiz. Printerli asosiy chasti. Ekstruderi tayyor yig'ilgan holatda kelar ekan. Internetda yaxshilab ko'rib oldim. Mana holatda X-Y nimalar bor? Bu bir tanesi ama bunlar Sigara qo'ygan. Bor. Bu menga mana ko'rinishda va monitorini qo'ysak holatli ishlaydi. Bunda yaxshi tomonlari qolgan, endi Pro'lardan yaxshi tomonlari skorostidan tashqari telefonlarda ham ishlashga prilojeniyya orqali baribir qo'ysa, uyda turib ham bunga programma berib olsa bo'lar ekan.
tezligi 600 millimetr sekund ekan. Oddiy Ender Pro'lardan 3 barobar tezroq. Shum umuman yo'q. Va qolganlarni endi ishlatish jarayonida ko'p chiqamiz. Bu katta ishlash jarayonidan bitta video ko'ramiz.